Assalomu alaykum hammaga. Hop, trekker mashinasiga avtozapusk relesini uстановка qilish ko'rsatib o'tamiz. Hop, yangi relaydan ekan bu. Hop. Bunaqa ko'p sim yo'q ekan, oldingiga. Avarinki simini ham qo'shib qo'yishdi. Hop, bunda ulanganimiz ko'k simini sentr zamoy qulflash vaqtiga har doimgidek o'sha plus minuslari ko'rsalang bo'ladi. Yalanni mana bu sentr zamoy qulflash vaqti. Hop, uchinchi oyog'idagi 1 2 3 eng oxirida uchinchisi. Hop, bundan tashqari tormoz 12 volt ulamaysizlar, faqat 5 voltli ulaysizlar. Oq simini o'zi yozib qo'ygan tormoz. Shuni ulaysizlar, tormoz 5 volt ulaysizlar. Hop, bitta simni start stopimizga tashavorasizlar. Start stopimizga mana bo'sh joyda yonidagi bunda pushti ekan, ko'pida ko'k rangda bo'ladi. Mana shu pushtiga ulab qo'yasizlar. Zamok degan vaqtini. Mana start stop chiqish minus. Shu akalar manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, podpiska bosib qo'yasizlar.